Denov tumanida Denov City qurilish majmuasiga start berildi. Prezidentimizning tegishli qarorlari ijrosi doirasida Surxondaryo viloyatining aholi zich yashaydigan hududi Denov tumanida turar joy, ijtimoiy infratuzilma va tadbirkorlik yo'nalishidagi yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Shular qatorida tumanning Namozgoh mahallasida 21 gektar maydonda barpo etilayotgan Denov City turar joy majmuasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun mazkur majmuaning sotuv ofisi ishga tushirildi. Umumiy qiymati 980 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida 6 yil davomida 3,5 ta xonadonli ko'p qavatli turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, dam olish hamda sport, sog'lomlashtirish markazlari, shuningdek zarur infratuzilma inshootlari barpo etilishi ko'zda tutilgan. Tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, loyihaning amalga oshirilishi bilan tanishdi. Mas'ullarga qurilish ishlarini jadallashtirish, sifatiga alohida e'tibor qaratish bo'yicha topshiriqlar berildi. Surxondaryodagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanalimizga obuna bo'ling.